Oyi, nima aytib uyg'otmaysiz? Voy, bugun yakshanba-ku, o'g'lim. Bo'pti, ertalab aytib uyg'oting. Alo, Ko'rishib bo'ladimi? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ko'chani boshidagi skameykadaman. Gapim bor edi. Xo'p, bo'pti. O'ylardim ikki dil talpinsa bu baxtdan nishon. Afsuski azobingga bu ko'nglim bo'ldi nishon. Endi ne bo'lsa bo'lsin ortimga boqmam nishon yo'q. U inson Bo'pti, oyi, men ketdim. Mehrga to'la ko'zlaring ham yo'q. Bu samimiy so'zlaring ham endi yo'q. Shu bois Nima gap shirin? Hech gap yo'q. Tinchlik. Shuning uchun chaqirdingmi meni? Keyin gaplashishga bahona topamiz. Qalaysan o'zing? Yaxshi. Yaxshiga o'xshamayapti-yu. Ko'nglim aynayapti. Tinchlikmi? Oley. Men sevmasligingga ishonmayman. Qanaqadir sabab bor. Shuning uchun mendan uzoqlashyapsan. Shirin, o'zingni qiynavermagin. Men seni sevmayman. Iltimos, meni tinch qo'y. Xo'p. Menimcha endi o'zgani sevolmasam kerak. Axir ko'ngil bermoq uchun bizda yurak bo'lmoq kerak. Alo. Shirin, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gapsan menda? Shirin, senga oldin aytishim kerak edi. Hammasi o'yin. Tushunmadim. Men seni yaxshi ko'raman. Rahmatjon sen bilan men birga bo'lishimiz uchun shunaqa o'yin qildi. Rahmatjon seni sevadi. Hammasini men uchun qildi. Ko'zlaring ham yo'q.